Yevropa İttifaqıga a'zo 21 davlatdagi 33 musulmon yoshlar va huquqchilar tashkilotlari birlashmasining markazi 26 aprel Roshan Abbas xonimni taklif qilib, Uyg'urlar to'g'risida to'r suhbat o'tkazdi. Markaziy Beryusilda bo'lgan Yevropa musulmon yoshlar va huquqchilar munbiri nomli tashkilot Uyg'urlar va jazo lagerlari masalasini Yevropadagi musulmon yoshlarga texnik keng doirada bildirish maqsadida Markaziy Washingtondagi Uyg'ur harakati tashkilotining direktori Roshan Abbas xonimni taklif qilib, maxsus Uyg'urlar to'g'risida Ramazonlik to'r suhbati faoliyati uyushtirgan. Xalqarada millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmon asonliq millatlarni lagerlarga qamab majburiy emgakka selish bilan ayblanib jazolashga duch kelgan Xitoy hukumatı Sharqiy Turkistonda kelgusi 5 yil ichida 7,5 million odam qitim atalmish kasbiy tarbiyalash markaziga ilib borganligini e'lon qilgan. Yaponiyaning poytaxti Tokioda ziyorati bo'lgan Germaniya bosh ministri Olaf Scholz, Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio bilan ikki taraflik va rayonlik munosabatni muzokara qildi. Scholz bilan Kishida taxminan 70 minut ko'rishib, Xitoyning Hind Tinch okeanidagi harbiy faoliyatlari va Rossiyaning Ukrainadagi urush ahvoli haqida suhbatlashdi. Axborot e'lon qilish yig'inida rahbarlar Sharqiy va Janubiy dengizga bir taraflama holda hozirgi holatni o'zgartirishga urinishga qarshi turish to'g'risida va'da berdi. Kishida bexatarlik munosabatini yaxshilash uchun hukumatlar aro komitet qurish qaror qilinganligini e'lon qildi. Angliya tashqi ishlar ministri Liz Truss 27 aprel kuni Londonda qilgan so'zida Xitoyning xalqaro qoidalarga uyg'un harakat qilish haqida ogohlantirgan. Truss so'zida yana Hind Tinch okeanining bexatarligi masalasi mutlaq elib mundaq degan: "Biz cho'qim Tayvanga o'xshash demokratik tuzumlarning o'zini qo'g'dishiga kafolatlik qilishimiz kerak." Mundaq degan: "Davlatlar cho'qim qoida bo'yicha harakat qilish kerak. Bu Xitoyni o'z ichiga oladi. Agar ular qoidaga amal qilmasa, ular davomli o'rlay olmaydi. Chunki Xitoy G7 davlatlari bilan savdo qilishga muhtoj. Bu 7 davlat dunyoning iqtisodining yarmiga vakillik qilamiz. Shunga bizning tanlash huquqimiz bor." Saudiya Arabistonlik jurnalist Jamal Qashqchining bilosi Riyodga yetkazgandan keyin Turkiya davlat raisi Erdo'g'an tunji qatim ikki davlat munosabatini asliga keltirish uchun Saudiya Arabistonni ziyorat qildi. Saudiya Arabiston podshohi Salman bin Abdulaziz Al Saudning rasmiy murosimi bilan kutib olingan Erdo'g'an valiahdi shahzoda Muhammad bin Salman bilan ko'rishdi. Al Salam saroyidagi yig'in matbuotlarga yipiq o'tkazildi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Tayvanning Xitoyga qarshi simmetrik bo'lmagan mudofaani o'ylashni qo'lga keltirish uchun Taybey hukumati bilan yaqindan hamkorlashganligini aytdi. Blinken Amerika tashqi ishlar ministrligining 2023-yili moliya yili xomchoti to'g'risida Avam palatasi taqsimlash komitetida savollarga javob berdi. Xitoyning yaqinqi bir qancha yilda Tayvanga qarata texnik shiddat bilan harakat qilayotganligini tilga olgan Blinken o'zlarining bu ahvolga ko'ngil bo'ladiganligini bayon qildi. Amerika davlat mudofaa ministrligi 5 burchakli binoning parlamentga sungan dokladida Amerikaning Afg'onistondan chekinganda 7 milliard dollarlik harbiy uskunlarni qoldirib ketganligi ko'rsatildi.